Mana o'rtoqlar bilan aylangani ketyapmiz. Tarixiy sahifalarga mana. To'xtam nima bo'ldi? To'xtamdan gapir. Omonjon to'xtamdan gapir. To'xtamga Parda Tursunga ketyapmiz. Ha, o'sha yerda mana yig'ilishni boshladik. Ko'rmagan joylarimizni ko'rib kelaylik. Ha, xudo xolasa. Zokir duchoyxonasining oldida mana shu yerda do'konida o'tiribmiz mana. Syomkaga tushib qolaylik. Hop. Buni ketdik video. Voy, mana ketyapmiz dalalardan. Tarix zarvaraqlari Ikromjon. Uni kompyuter bilan sizlarga yangi-ku to'g'ri. Qovun bozor kichik turk. Yanvar bo'lishiga qaramasdan qovunlar bor. Kutyapmiz. Qisqasi qolganlarni orqamizdan keladi. Metan kuygani mana. Mashinaga to'xtadik, xudo xolasa. Parda Tursunni yo'lidamiz. Parda Tursun arasida to'planaydi. Javlaga bo'lmasa kerak. Men ko'pchilikda hayotga Lorinki ko'tarib turish. Boshlanmi? Mana o'shqalardan Parda Tursunga ketyapmiz. Yaqinlashib qoldik. Bugun nechi? 2026-yil 2-yanvar. Parda Tursun. Parda Tursunga kelyapmiz. Xudo xolasa birdan borib ketamiz. Bu ana kasallar, sil kasallarini mana shu davolaydi. O'tkazib chiqqanlar bor. Haqiqatdan ham yerda turgan qorni ko'ramiz ekan. Mana shu yerlar sentr bo'ladi. keldik qisqasi. Qo'qonda qor yo'qda, ha? Assalomu alaykum. Tarix zarvaraqlariga. Ha, mana shu Soqolingiz qora ekan, soqolingiz bo'yargan ekan. Nima ish qilasiz? Xotinga boqinma. Yo'q, yaxmi, yaxmi. Bu moshinaga tushadi. Voy, bilamiz, hozir tushaylik. Qorga olib kelganlarcha omani bilamiz bitlari. Xotinga boqinma degan. Boqman deb qo'ymagin, cho'lab mo'laq bo'lib ertaga iflos. Nima edi? Iroda nima? O'tirasan keyin. Irodaxonni. Ammo undaqangi qorni ko'rmaganimizga, mahallamizda mana qilib qor turmaganiga Ya xijolat bo'lasiz. Nafas olgan xijolat. 20 yil bo'ldi. Betdagilarga oddiy narsa holat bo'lsa kerak-ku. Lekin bizga juda ko'zimizga boshqacha ko'rinyapti. Ha? Yo'l yaxshi bo'lsa ketaveraman. Rosa anaqa bo'ladi, barday bo'lsa chiqing. Qoqing oyog'ingizda. Chiqing. Lakatsa? Endi orqada o'tirib turasiz. Ketdik. Yuringlar. Haqda yo'q mashina.
Quyosh chiqib eritib yubormasa bo'ldi bu qorlarni. Qisqasi shu. Mana chiroyli, havo toza. Qaysi dachani? Ha, bo'ldi. Tekin reklama qilib beramiz endi mana. Mana shu dacha. Ana Parda Tursunga keldik. O'zimizga ma'qul kelgan dachani gaplashgani. Tunlar hamma yo'q, qor. Havolar toza. Harakatlanishga jicha ta'sir qilyapti balandligida. Qisqasi dachada hech kim yo'q ekan. Uyini gaplashgani ketyapmiz boshqa o'zini uyida. Dachada kelgan dachamizda joy yo'q ekan, o'shaning uchun o'sha joyga qarab ketyapmiz. Hozir odam ko'p, hamma dachada. 5-10larga odam qo'yolmaymiz. To'la hamma yo'q deyapti. Qishda ham dachaga ochilib ko'p bo'lar ekan-da. Mayli, sog'ayli. Sana kunga bo'lsa kerakda endi. Tashlabdi. Gruppaga tashladi. Nimalarga gitmadi? Bizlar narsani olaylik. Parda Tursun, ha. Zafar akaga tushdi. Gapir, mana. Endi bu Kelmaganlarga alam qilsin, mana qo'lbola ko'mirni oldik. Yaxshi. Qisqasi shet mana. Mana shu yerda o'tiribmiz. Qor hamma yo'q mana. Endi haqiqatan ham bizga dikovinkada bu yangilik. Qor endi bizga shunaqangi ajoyib narsa. tentaydi. Mana dacha. Dachamiz. Hamma narsa bor. Mana yangi yer hamma narsa olganmiz. Sizni qanchagacha aytgan deganingiz degan. Yangi yillaring bilan. Ammo demasdan. Mana G'ulomjon kavoblarni qilyapti. Xudo xolasa zo'r chiqadi mana ishtiyoqlar bilan. Ba'da katta o'g'rimiz. Salatlar ustasi G'ulomjon. Salatlar bilan qilish bilan ovora. Tashqari qor. O'sha edi. Unga onlarni sog'laydi. Og'izdirmaysan. Aks qilasan deb. Gapiryapti, qoshini gapiryapti. Ko'siyman, tutib betiga turib qo'ydi hazillar. Hozir yonimizda choch topasiz. Yonimizda aytvorsak, ikkita xudo xohlasa. Yonimizda hali nima bor? Xo'doy. 11-sini qiz ekan.
kelib kechagina. Nima? Nechinchi yilsiz? Desa betichi qizarib ketdi-da. Men kirsam hali nima xolam qiz aytyapti. Shunaqada so'rovdi, qizarib ketib, bodring tortaman, pomidor tortib keldi. Bodringga ketab pomidor degan ekan, bodringga qarab ketib O'zi hayol ketganda. Endi bu chiroyli qiz gap qildi. Meni o'g'limga gap qiladigan qizlar chiqdi-da deb maqtab. Sababi nima? Haligi o'g'lim hali nimadan uyalmasin deyapman. Ertadan keyin To'xtamasdan ochg'anda. ha, men yaxshi ko'raman. Hozir bormoqchi bo'lmasa, qo'ng'asini ikkiga qo'yadi. Shuna deyman-da, shuni sevor deyman. Shuni sevor deyman. Yo kelgan. Shuni sevor deyman. Nimasi yaxshi emas. Odam buni qo'yadi. Sen yaxshi ko'r, bo'ldi dedi. Ketadi, bu davr ketadi. Shunaqa qilib ketadi. Mana shu holat mana. Kirishi mumkin shu holat. Hamma holati. Omma o'zini Nimasiga qarayapti u? O'zini bolani ma'qul O'zi nima aytgan bilan aytaman. shu to'g'ri gap bo'lsa-ki, shu yoqda yuradi. Men ham aytaman, menga o'xshagansan o'g'lim. Mana muzeyga kelganda qanday turibsizlarmi? Qorda. Ha? Aytinglar bir nimani gaplaringni aytinglar, qachondan beri bunday qorda turmollaring? O'zimizda ham teringlar ham bo'ydor ekan. Mana uni qarayapsiz, teringlar qaraymi uni? Ha, bularga tegmayapti, bitamabdi. Injiq ekanda. Teringlar mana Qalaysizlar, domla? 2008-yilda mana shunaqangi Qo'qonda mana shunaqangi qor turgan, 20 kunmi turgan. Ha, Nexiyamda chiqib, Sixoni qolib ketganmiz yo'llarda. Hali singan taqani nimasi navesi sinib, qorda ko'tarolmasdan sinib yiqilgan. kim ketganman men demazimmi? Optob kirib qo'yib, yo'q, taqa ketdi. Bilasiz? Yo'q qolib so'ra, ha. Yo'q qilib, ana bu ketadi. Rang yuqori. Yana ham o'tadi u. Yo'limizni ko'rsatyapti. Sen qarab qo'y, tarix zarvaralariga bu tomonga, ha. hayot omon kelguncha blogerni qilib keldi. Abo qara. Haligi montaj qilaman deb haligini ham qo'yadi. Moqor. Hayot ichida ko'ngillaymi? Ikkinchi fevral, yanvar 2026-yil talabilar o'qib berdi, hamma keldi. Keyingi haftaga kimdir kelolmay qolsa, yangi yil bo'lmasin deb nishonlash uchun, zo'r kirib 2026-yil nishonlash uchun Nima deydi? hozir mana pop viloyati parda Hop. 2-yanvar 2026-yil Men chiq do'stim. men o'rtoqlar bilan mana eshikni ochishni biladi. Parda Tursundan qaytib Shuni bo'lsa ochiladi, shuni eshikka quloq bilan boshliq. o'tiribmiz qisqasi. deydi. Yana. Baliqxonada Bravoni baliqxonasida Mashina supu ertaga o'tirish kamlik qildi. Ha, Parda Tursunda o'tirish kamlik qildi. Hozir mana yerda o'tiribmiz mana. Baliq yegani keldik. Ham berasizlarmi? Ha, tarixga beribdi. Rahmat. Ular ochib ko'raylik yana. O, baliq keldi mana. Baliq bizi ham. Rahmat. Rahmat. Deydi, tarixga tarqatdi.